Stand up avto shopper akalar. Xo'p, Qozog'istonga kirdi chiqdi. Qozog'istonga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lasan, telefonlashasan. Aka shunaqa bo'ldi, gap yo'q. Aka dokumentgacha chatajiga yubor. Bo'ldi, aka olib chiqib olib kelamiz. Aka javob yo'lga tekkizib olib ketmaymiz aka. Mashincha problema bo'lmaydi. Bo'ldi, aka. Nech pul yo'l kerak aka? Bu 10 ming, 12 ming, uslovni aytyapman. 10 ming, 12 ming rubl. Bo'ldi aka. 12 ming ham bo'ldi aka. Boshqa rasxodlar yo'qmi? Yo'q aka. Birasa bo'lib qolsa, bitta gayiga tushib qolsak, shunda 500 so'm rasxod qilasiz aka. Boshqa rasxod yo'q aka deb turib. Shunday mashinaga yotkizib olib 2 soat yurgandan keyin yo'lda ketyapti deb turib, birinchisi boshlanadi-yu, kinoda. Ammo xohlasanglar platniy yo'lda ketamiz lekin deb turib. Yo'q. Yaxshi bo'lardi platniyda ketsa. 500 dan yuboringlar, platniyda ketamiz. Ketdi. Ikkinchisi, ammo gayi tosmasa ham to'xtab berasiz aka. Ha desa, aka o'zi dokument ishkalagan-da sizni, to'g'rilab yurish kerak edi, jon aka. Pulini berib olib ketyapmiz, aka. Sizga hech narsa bo'lmayapti-yu. Deb 500 ular borib kelguncha 20 ming ishlattirib olish mazza akalar. Hapomeylar endi, to'g'ri gap bu. Hammanglar emas. O sirasi hammanglar bitta hapa bo'lib turib menga ko'may bitta qaror demanglar, meni ham bo'lcham bor. Hammanglar emas akalar, boru tiktinglar shunaqa-yu. Hammanglar shunaqasizlar, optim mashina qo'yib ketgansizlar demayapman. To'g'ri gapda akalar. Gayiga nima to'xtab berding desa, tirikchiligimda deb qo'yasiz aka. Men to'satda baribir o'tib ketsam narigingga aytaveradi, keyin hammamizga ishkal bo'ladi deb turib. To'g'rimi aka? U qatnayotgan sizning muammoingiz emasmi aka? O'zingiz hal qilib olishingiz kerak-ku. Bu bechorani 10 mingga olib turib, tinmasdan pul sarflattirib yuborish yaxshi emas, jon aka. To'g'ri gap aka. Gapim to'g'ri bo'lsa like, noto'g'ri bo'lsa